Qishloqlar shunaqa deylar. Ha, o'rgin bizga juda ham izbrut zarur hozirda. Juda ham zarurda bizga. Tushundim. Nima qilsam bo'ladimi? Shu qanaqadir ishlaysanmi bilmayman-ku, hozirda bizni qishloqqa juda ham izbrut kerak bo'lib turibdi-da. O'rgin shuning uchun yaxshilab topishishni qilardim. Agar iloji bo'lsa-chi, qanaqadir izbrut mashina qursangiz ham yo'rozi bo'lardik-da. Izbrut mashinami? Bo'ldi, o'ylab ko'raman. Xo'p, bo'pti, o'rgin. Mayli, sog' bo'linglar. Hammaga salom do'stlar, sizlar bilan har doimgidek o'rgin va bugungi videomda yana bir bor sizlar ko'rib turganimdan xursandman do'stlar. O'zingizlar ko'rdinglar, qishloqlar aytishi bo'yicha do'stlar, izbrutdan yetishmovchilik bo'layotgan ekan. O'shaning uchun do'stlar, men qanaqadir qilib ilojini topishim kerak do'stlar. Izmurut topishni qanaqadir ilojini qilishim kerak ekan. Qishloqlar aytishicha. Yana qishloqlar tegib tashlaydi mashinalarga, yana tegib tashlaganda do'stlar ko'ryapsizlarmi? O'smaydi-da, keyin mana shunaqa o'stirmay qo'yadi qishloqlar borib. Dabdala qilib tashlaydi, keyin mana shunaqa o'smaydi. Mana shuni tegmasa, mana shuni tegmasa, hech narsa bo'lmasdi do'stlar, mana shu. Xo'sh, endi do'stlar, demak, mana shunday ish tutib chiqamiz va do'stlar, albatta sizlar video boshidan oldin kanalga obuna bo'lib, videoga like bosib qo'yishingizni esdan chiqarmanglar. Pastdagi kanallarga obuna bo'lib qo'yish esingizdan chiqmasin do'stlar. Xo'sh, demak, okey. Yaxshi do'stlar. Xo'sh, endi va mana bunday qilib olsam-da do'stlar, qanaqadir nimadir qilasizmi o'rgin desanglar, menda bitta zo'r g'oya bor. Tag buti, men hozir bitta narsa zakaz qilishim kerak do'stlar. Hozir o'zingizlar ko'rasizlar. Xo'sh, demak, Amazonda kiramiz. Okey. Xo'sh, menimcha hammaga yana bir bor salom do'stlar. Men hozir Bedwars o'ynab o'tirdim va do'stlar, menimcha adashmasam keldi deb o'ylayapman. Buyurtma qilgan narsalarim keldi deb o'ylayapman. Xo'sh, salom va ketdi do'stlar. Men onlayn tashlab yuborishim kerak pulini. Pulini hozir tashlab yuboraman. Okey. Buyurtma yetkazildi va narxini kiritamiz. Buyurtma judayam sifati yaxshi. Bo'ldi do'stlar, yozib bo'ldim, pulini ham tashlab bo'ldim do'stlar. O'rgin nima desanglar bu? Bu do'stlar, men hozir mana shunaqa narsalar bilan men hozir do'stlar, men mana shunaqa narsalar bilan aniq qilmoqchiman. Ya'ni izmurut ishlab chiqaradigan mashinalar uskuna yasamoqchiman. Xo'sh, demak do'stlar, bunday qilib olamiz-da do'stlar va birinchi navbatda mana buni qo'yamiz. Keyin do'stlar, mana buni buni oxirigacha burisizlar do'stlar. Bu ishlaydigan, men YouTube'dan ko'rdim. O'zim, ya'ni YouTube'da hamma narsalar to'g'ri bo'lib chiqmaydi. Ishlaydi bu. Do'stlar, bu ishlaydi va do'stlar, mana buni yana uzunroq qilasizlar-da. Xo'sh, qaranglar. Xo'sh, birinchi navbatda do'stlar, endi sizlar birinchi mana bunday qilib olishinglar kerak. Mana u bor, observer degan narsa bor, observer, o'shani bunday qilasizlar. Va buni bunday qilasizlar. Yaxshi. Endi mana bunday qilasizlar-da do'stlar. Qaranglar. Endi do'stlar, mana bu yerga qaranglar, hozir dispenser bo'lmaydi. Hozir buni do'stlar, birinchi navbatda buni bunday qilib o'rashimiz kerak. Okey, endi mana bunday qilib o'rab qo'yamiz. Chunki do'stlar, buni o'ramasak mexanizm ishlamay qoladi do'stlar. Shunga mexanizm ishlamay qoladi, tushunyapsizlar? Hamma narsani o'rab yurishga do'stlar sizlar o'rganinglar. Xo'sh, endi bunday qilamiz-da do'stlar va mana buni o'rniga mana buni qo'yishimiz kerak. To'xtanglar. Xo'sh, birinchi mana bu blokni, keyin mana buni. Do'stlar, ishlayapti. Hozircha yo do'stlar, to'xtanglar, buni buzamiz. Bunday qilamiz-da do'stlar va mana buni qo'yamiz. Bizda hozircha bloklar VIP hozircha kerak emas. Va do'stlar, endi mana bunday qilib qo'yamiz.
Ha, yo'q. Buni mana bunday qilib qo'yishimiz kerak. O'shanda do'stlar mana bu yerga blok qo'yamiz-da do'stlar, keyin mana bu yerga bitta blok qo'yamiz. Keyin mana bu yoqqa bitta blok qo'yamiz. Do'stlar, ko'rdinglarmi? Endi qaranglar, endi mana u recharge degan narsa bor do'stlar, recharge. O'shani mana bu yerga qo'yishimiz kerak. Как будто ani to'xtash kerak. Ha, nima ishlamayapti bu? Nima ishlamadi? Men xato qo'ydimmi? Yo'q, xato qo'ymadim menimcha. Menimcha xato qo'ymadim. Mana u asabi buzyapti, bori. Xo'sh, do'stlar, qaranglar. Bu yoqqa qo'yamizmi? Ishlashi kerak edi lekin. İşlamayapti do'stlar. Sizlar kanalga obuna bo'lmagansizlar. Ana o'shandan ishlamayapti do'stlar. Albatta sizlar kanalga hozirroq obuna bo'lsanglar do'stlar, обязательно ishlaydi va do'stlar sizlar kanalimga rivoj berasizlar. Xo'sh, buni olib tashlaymiz. Do'stlar, menimcha hammasini xato qilganman. Mana bu yoqqa qo'yish kerakmi? Mana do'stlar, mana. Va mana buni qo'yamiz. Va do'stlar, bu qo'yildi. Endi mana bular hammasini o'raymiz-da do'stlar, tak o'raymiz. Buni qilmasa kerak. To'xtanglar. Как будто mana bunday bo'ladi. Mana bunday bo'ladi va mana u narsalarni ham hammasini bekitib qo'yishimiz kerak, chunki bular umuman ko'rinmasligi kerak asosiysi. Mana bular umuman ko'rinmasligi kerak do'stlar, o'shaning uchun hammasini o'rab qo'yishingizni maslahat beraman. Okey, endi mana bu yer va bunga qo'ysam menimcha ishlaydi, to'g'rimi? Menimcha ishladi. O'sh do'stlar, endi mana bu bitta recharge bossam menimcha pul. Do'stlar, mana buni qaranglar. Do'stlar, yo, qishloqlar juda ham xursand bo'ladi. Qishloqlar men izmurut ishlaydi. Do'stlar ishladi. Juda ham zo'r. Yo do'stlar, albatta sizlar kanalga obuna bo'linglar, buni qaranglar, chiqarishini. Yo do'stlar, ishlayapti. Hamma narsa to'g'ri ketibdi. YouTube'dagi hamma narsa xato emas ekan do'stlar. Mana videoyimni bemalol ko'rib, boshqa agar tushunmagan bo'lsangiz boshqadan qurib tekshirib olishingiz mumkin bemalol. Hammasi ishlaydi va do'stlar, qanaqadir cheat ishlatding deganlar uchun do'stlar hech qanaqa pauza bo'lmadi videoda. O'shaning uchun do'stlar, sizlar endi aniq emaysizlar, men yomonlaysizlar. Xo'sh, demak do'stlar, endi qishloqlarga aytishim kerak, men tezroq aytishim kerak. Qishloqlar, izborot ishlaydigan joyda merga aytishim kerak, birinchi navbatda. Oy, mer. Ey, mer. Orven, yaxshimisan? Yaxshi, qarang, men anaqa izborot ishlab chiqaradigan mashina yaratdim, u yerda chiqaryapti. Yo'q, rostdan. Zo'r bo'pti-ku. Da do'stlar, aytgancha do'stlar, o'tgan videorolikda ko'rgan bo'lsanglar kerak, ya'ni buni qaranglar. Yo do'stlar, yo. Xo'p. Do'stlar, juda ham zo'r. Hammaga xayr do'stlar, sog'lom bo'linglar. Sizlar bilan birgalikda Orven bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha sog'lom bo'linglar. Albatta, sizlar ham qilmoqchi bo'lsanglar, do'stlar, albatta ana qilish nima edi? Sizlar ham qilmoqchi bo'lsanglar, videoni boshqatdan ko'rib, hammasini bir xil qilishinglar kerak do'stlar. Men bilan bir xil qilmasanglar, u ishlamaydi. Hammaga xayr, sog'lom bo'linglar. Sizlar bilan birgalikda Orven bo'ldi va keyingi videolarda ko'rishguncha sog'lom bo'linglar. Hammaga xayr.